Toq etib o'g'ilni oldiga qo'ydi. O'g'il aytayapti: "Ey ona, bizni uyda beshikda yotadigan chaqaloq yo'q-ku. Bu beshikni nimaga hojati borsa, ey bolam" deyapti. Bir paytlar mana shu beshikda yotarding. Oyoq qo'llaringni bog'lab qo'yardim. Hatto sen yuzingga qo'ngan pashshani uchirishga qudrating yo'q edi, quvvating yo'q edi. Kish deb uchira olmas eding. Men senga mana shu beshikda yotganingda qorni to'ydimikin, och qolmadimikin deb kechasilari, kunduzilari ko'ksimni berib emizardim. Beshikdan olganda tagingni tozalab, iriganmasdan, jirkanmasdan, qo'limga maska taqmasdan, og'zimga maska taqmasdan, pampers, ya'ni qo'lqop taqmasdan shu axlatlaringni tozalardim. Seni yesang xursand bo'lardim, yugursang yugurardim, yiqilsang yiqilardim. Men senga shu xizmatlarni qilayotgan paytimda mana bu ayoling qayerda edi? Qayerda edi? Menga kelib qarashganmi? Seni katta qilishganmidi? Ha deganda ayolingni aytganini qilasan, aytganini muhayyo qilasan, men esa og'zimga urasan. Hammamizning holimiz ham shundoq. Bugun xotinimizni gapiga kirib, ota-onamizga gap qaytarayotgan bo'lsak, ota-onalarimiz ko'zimizga g'alati ko'rinayotgan bo'lsa, uni birdan bir sababchisi xotinimizdir. Xotinimiz aytish kerak: "Dadasi, sal qattiqroq gapirib yordingizmi? Sal dovushingiz baland bo'lib ketmadimi dadajonni, oyijonni oldilarda? Bundoq qilmang dadasi, men Xudodan qo'rqaman. Ertaga shu qilmishlaringiz o'g'limizdan, qizimizdan qaytib qolmasin. Hurmat qiling, otangizning yuziga tik qaramang. Aytganlarini qiling" deb tursa olam guliston. Lekin yo'q. Hamma narsa, ya'ni bir narsa shashlik olib keling desa, oyimiz bilmasin, o'zi qaynalardan bekitib yetgan xotinlar bor. Bu xotinlar kechirilmaydigan xotinlar. Barcha fazilatlardan mahrum bo'lgan xotinlar. Nahotki tuqqan onangizdan sizni ajratsa,